Sizdan yordam so'ragani keldim. Yordamga muhtoj bo'lsang, yordam beramiz. O'tir, gapirib ber. Misrda ot poygasi bo'lganda mening otim ishtirok etdi. Muhammadning oti ham qatnashdi. Misr valisi Amr ibn Osning o'g'li. Otim o'zib ketganini odamlar ko'rgach, Muhammad ibn Amr meni koyidi. So'ng, "Mana senga, men ulug'ning o'g'liman" deb qamchi bilan savaladi. Adolat istab huzuringizga kelishga majbur bo'ldim. Chunki uning otasi Amir, o'g'lining yonini olishidan qo'rqaman. Siz esa odilligingiz bilan tanilgansiz. Mening xavfsizligim payg'ambaringiz zimmasi, sizning zimmangiz, musulmonlarning zimmasida. Misrlik qani? Men bu yerdaman. Hassani ol. Ulug'ning o'g'lini do'pposla.